Salom aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar, ayniqsa hurmatli keksa avlod vakillari. Bugungi suhbatimiz siz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'ladi. Men sizning pensiya yoshingizda duch keladigan eng katta moliyaviy muammolardan birini hal qilishga yordam berish uchun shu yerda turibman. Gap shundaki, ko'pchiligingiz bilmagan holda har oy to'layotgan ba'zi kvitansiyalar bor. Aslida esa siz ularning 100% kompensatsiyasiga haqlisiz. Ha, siz adashmadingiz, 100%. Bu nafaqat sizning byudjetingizga sezilarli yordam beradi. Balki qonuniy haqqingizni himoya qilish imkoni ham beradi. Shuning uchun bugungi videoni bir lahzaga ham o'tkazib yubormang. Har bir so'z muhim. Hozirning o'zida kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumot boshqa ko'plab insonlarga yetib borishi uchun muhimdir. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Hurmatli tomoshabinlar, avvallari bizning mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimi mavjud edi, lekin u ba'zan murakkab va hammaga tushunarli emas edi. Ko'pgina imtiyozlar va kompensatsiyalar haqida aholi yetarlicha ma'lumotga ega emas edi. Yoki hujjatlarni to'plash jarayoni shunchalik qiyin ediki, ko'pchilik qo'l siltab qo'ya qolar edi. Masalan, ilgari kommunal xizmatlar uchun imtiyozlar asosan faqat urush faxriylari yoki nogironligi bo'lgan shaxslarga taqdim etilardi. Oddiy pensionerlar, agar ularning pensiyasi juda kam bo'lmasa, ko'pincha bu ro'yxatga kirmayotganini his qilishardi. Natijada ko'plab keksa yoshdagi fuqarolar, hatto og'ir iqtisodiy sharoitlarda yashasalar ham, barcha kvitansiyalarni o'z cho'ntaklaridan to'lashga majbur bo'lishardi. Bu esa ularning cheklangan pensiya mablag'lariga katta og'irlik solardi. Ko'pincha bu har bir oylik kvitansiya ularning nafaqasining katta qismini tashkil qilar. Hatto ba'zan oziq-ovqat va dori-darmonga pul yetmay qoladigan holatlar ham yuzaga kelardi. Ammo so'nggi yillarda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga jiddiy e'tibor qaratdi. Yangi qonunlar, qarorlar va farmonlar qabul qilindi. Ular fuqarolarning, ayniqsa pensionerlarning turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan. Endilikda nafaqat urush faxriylari yoki nogironligi bo'lgan shaxslar, balki kam ta'minlangan, yolg'iz yashovchi pensionerlar, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari va boshqa ijtimoiy ehtiyojmand qatlam vakillari uchun ham kommunal xizmatlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha imtiyozlar va kompensatsiyalar kengaytirildi. Eng muhimi, bu yangiliklar haqida ma'lumot tarqatish va olish imkoniyatlari ancha yaxshilandi. Davlat idoralari fuqarolarga yordam berishga ko'proq tayyor turishibdi. Axborot texnologiyalari orqali murojaat qilish imkoniyatlari ham kengaydi. Shuning uchun men bugun sizga aynan qaysi 5 ta kvitansiya bo'yicha 100% gacha kompensatsiya olishingiz mumkinligi aniq va batafsil tushuntirib beraman. Birinchi asosiy qism. Nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga kerak emas, keling. Endi sizning pulingizni tejashga yordam beradigan eng muhim ma'lumotlarga o'tamiz. Men sizga 5 ta kommunal xizmat turini aytib beraman. Ular uchun ma'lum sharoitlarda siz to'liq yoki sezilarli darajada kompensatsiya olishingiz mumkin. Tabiiy gaz uchun to'lovlar. Tabiiy gaz bu bizning uylarimizda issiqlik, ovqat pishirish va ko'pincha issiq suv uchun ishlatiladigan muhim resurs. Ammo uning narxi ayniqsa qish mavsumida ancha yuqori bo'lishi mumkin. Markaziy isitish tizimi yo'q joylarda gazdan isitish maqsadida foydalanadigan oilalar uchun bu xarajat ayniqsa katta bo'ladi. Ko'plab pensionerlar gaz uchun kelgan katta hisob-kitobni ko'rib xavotirga tushishadi. Kim xavotirlanishi kerak? Asosan kam ta'minlangan pensionerlar, yolg'iz yashovchi keksalar, shuningdek pensiya miqdori kun kechirish uchun yetarli bo'lmagan oilalar ushbu imtiyozdan foydalanishlari mumkin. Agar sizning oilangizda hech kim ishlamasa va faqat pensiya daromadi bilan yashayotgan bo'lsangiz, ayniqsa e'tiborli bo'ling. Davlat tomonidan belgilangan har bir oila a'zosi uchun eng kam iste'mol xarajatlari me'yoridan past daromadga ega bo'lgan oilalar bu toifaga kiradi. Bu imtiyoz odatda iste'mol qilingan gaz miqdorining ma'lum bir qismini yoki davlat tomonidan belgilangan me'yoriy sarf uchun to'lovning byudjetini qoplashni nazarda tutadi. Kim xavotirlanishi shart emas. Agar sizning oilangizning umumiy daromadi belgilangan eng kam iste'mol xarajatlardan sezilarli darajada yuqori bo'lsa yoki siz bilan birga ishlaydigan oila a'zolari yashasa, siz bu imtiyozga ehtimol haqli bo'lmaysiz. Shuningdek, agar sizning mulkingizda bir nechta uy yoki kvartira bo'lsa va ulardan muntazam daromad olayotgan bo'lsangiz, kompensatsiya olish imkoniyatingiz kamayadi. Bu
Bu yerda davlatning maqsadi real ehtiyojmandlarga yordam berishdir. Real hayotdan misollar. Misolbek Oysha xola 75 yoshda Toshkent shahrida yolg'iz yashaydi va uning oylik pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Uning hech qanday boshqa daromadi yo'q, farzandlari chet elda. Qish mavsumida uning bir xonali uyiga keladigan gaz kvitansiyasi ba'zan 400-500 ming so'mga yetib boradi. Bu uning pensiyasining deyarli yarmi. Oysha xola tegishli idoralarga murojaat qilib, o'zining kam ta'minlanganligini isbotlagandan so'ng unga gaz to'lovi uchun to'liq yoki qisman kompensatsiya taqdim etiladi. Masalan, uning sharoitida hukumat belgilagan me'yordan ortiqcha sarflangan gaz uchun to'lovning 5 xiridi yoki ma'lum bir foizi davlat tomonidan qoplab berilishi mumkin. Chunki uning daromadi belgilangan eng kam ko'rsatkichdan past. Bu Oysha xolaning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yengillashtiradi. Unga dori-darmon yoki oziq-ovqat sotib olishga ko'proq pul qoladi. Misol Ikim Ahmad aka va Zulayxo aya Farg'ona viloyatida yashaydi. Ikkalasi ham pensioner. Ularning umumiy pensiyasi 2 million 700 ming so'm. Ularning farzandlari shaharda ishlaydi va har oy ota-onasiga 3 million so'm moddiy yordam yuboradi. Bunday vaziyatda ularning oilaviy umumiy daromadi oyiga 5 million 500 ming so'mni tashkil etib, belgilangan me'yorlardan yuqori bo'lishi mumkin. Shu sababli ular gaz to'lovlari bo'yicha to'liq kompensatsiyaga haqli bo'lmasliklari ehtimoli bor. Lekin ular baribir murojaat qilib, o'z holatlarini tushuntirishlari mumkin. Chunki ayrim hollarda hattoki daromad yuqori bo'lsa ham oila a'zolaridan birining og'ir kasalligi yoki boshqa favqulodda holatlar tufayli qo'shimcha yordam berilishi mumkin. 2. Elektr energiyasi uchun to'lovlar. Elektr energiyasi ham zamonaviy hayotning ajralmas qismidir. Yorug'lik, maishiy texnika, ba'zan isitish tizimi, bularning hammasi elektr energiyasiga bog'liq. Ayniqsa qishloq joylarda yoki markaziy isitish tizimi mavjud bo'lmagan shahar uylarida yashovchi pensionerlar uchun elektr isitish moslamalari juda muhim bo'lib, ular elektr energiyasini ko'p iste'mol qilishga olib keladi. Elektr energiyasining narxi ham doimiy ravishda o'zgarib turadi va bu pensionerlar uchun yana bir og'riqli nuqta hisoblanadi. Kim xavotirlanishi kerak? Xuddi gaz to'lovlarida bo'lgani kabi kam ta'minlangan yolg'iz yashovchi pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yoshiga ko'ra yolg'iz qolgan va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan keksalar ushbu turdagi kompensatsiyaga haqli bo'lishlari mumkin. Ayniqsa elektr isitish moslamalari ishlatiladigan uylar, masalan elektr choynak, elektr plita va boshqalardan ko'p foydalanadigan oilalar uchun bu juda muhim. Kim xavotirlanishi shart emas. Yuqori daromadli pensionerlar, shuningdek ularning oila a'zolari orasida ishlaydigan va daromad keltiradigan shaxslar mavjud bo'lsa, ular odatda elektr energiyasi bo'yicha kompensatsiyaga haqli emaslar. Shuningdek, agar sizning hisoblagichingizda doimiy ravishda juda yuqori miqdorda elektr energiyasi iste'mol qilinishi qayd etilsa, masalan, biznes maqsadida foydalanilsa, kichik ustaxona yoki do'kon uyga ulangan bo'lsa, imtiyoz berilmaydi. Chunki bu holatda iste'mol me'yordan oshib ketadi va tijorat faoliyati daromad manbai hisoblanadi. Real hayotdan misollar. Misol 1. Andijonda yashovchi baqadin yoshli bibi karantin tufayli nafarasi uyida o'qiy boshlagach, kompyuter va lampalarni ko'proq ishlatgan. Natijada elektr kvitansiyasi sezilarli darajada oshgan. Bibining pensiyasi va yordamlari faqatgina bir kishining ehtiyojlarini qoplashga zo'rg'a yetadi. U mahalliy ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilganida uning holatini o'rganib chiqib, elektr energiyasi uchun to'lovning bir qismi yoki to'liq kompensatsiyasi tayinlandi. Bu bibining o'z nabirasini o'qitishga bo'lgan g'amxo'rligini yengillashtirdi va oila byudjetiga yordam berdi. Misol 2. Qishloqda yashovchi 7 yoshli ota. Uning 2 farzandi shahar markazida yirik korxonalarda ishlaydi va har oy ota-onasiga moddiy yordam beradi. Garchi ota o'zi pensioner bo'lsa-da, uning umumiy oilaviy daromadi kompensatsiya berish uchun belgilangan chegaradan oshib ketadi. Shuning uchun u elektr energiyasi uchun to'liq kompensatsiyaga haqli emas. Biroq agar u og'ir kasal bo'lsa yoki boshqa favqulodda vaziyat yuzaga kelsa, u maxsus murojaat qilib qo'shimcha yordam so'rashi mumkin. Ammo bu kompensatsiya emas, balki bir martalik moddiy yordam shaklida bo'ladi. 3. Suv ta'minoti va oqova suv uchun to'lovlar. Suv bu hayot manbai. Ammo uning ham o'z narxi bor. Ayniqsa markazlashgan suv ta'minoti va kanalizatsiya xizmatlari uchun har oy ma'lum miqdorda pul to'lashga to'g'ri keladi shaharlarda. Ko'p qavatli uylarda yashovchilar
Shuningdek, hovli uylarida markaziy suvdan foydalanuvchilar uchun bu to'lovlar doimiy xarajatdir. Bu ham pensionerlar byudjetiga ta'sir qiluvchi xarajatlardan biridir. Kim xavotirlanishi kerak? Xuddi yuqoridagi ikki holatda bo'lgani kabi, kam ta'minlangan pensionerlar, yolg'iz yashovchi keksalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar va nogironligi bo'lgan shaxslar suv to'lovlari bo'yicha kompensatsiyaga haqli bo'lishlari mumkin. Bu ayniqsa suvni ko'p iste'mol qiladigan, masalan, yozda bo'g'ini sug'oradigan yoki tibbiy ehtiyojlar tufayli ko'p suv ishlatadigan pensionerlar uchun dolzarb. Ba'zi tibbiy holatlar ko'proq sanitariya gigiyena xizmatlarini talab qilishi va suv iste'molini oshirishi mumkin. Bu ham imtiyoz uchun asos bo'lishi mumkin. Kim xavotirlanishi shart emas. Yuqori daromadli oilalar, shuningdek, suvni asossiz ravishda ko'p iste'mol qiluvchi, masalan, notijorat maqsadlarida yirik hovuzlarni to'ldiruvchi yoki suvni to'g'ri ishlatmaslik natijasida katta kvitansiya oluvchi shaxslar kompensatsiyaga umid qila olmasliklari mumkin. Suv hisoblagichlari bo'lmasa va aholi belgilangan me'yordan ortiq suv iste'mol qilsa, bu ham rad javobiga sabab bo'lishi mumkin. Real hayotdan misollar. Misol 1. Qashqadaryoda yashovchi 68 yoshli ayol turmush o'rtog'i vafot etgan. Bir o'zi yashaydi. Uning pensiyasi har oy oziq-ovqat va dori-darmonlarga ketadi. Uning hovlisida kichik bog'i bor va yozda uni sug'orishga majbur, chunki bu uning uchun qo'shimcha oziq-ovqat manbai. Suv uchun to'lovlar unga og'irlik qiladi. U ijtimoiy xizmatlarga murojaat qilib, suv ta'minoti va kanalizatsiya xizmatlari uchun to'lovlar bo'yicha kompensatsiya olishga muvaffaq bo'ladi. Bu unga yashash uchun zarur bo'lgan bog'ini saqlashga yordam beradi va o'zini o'zi ta'minlashga kichik hissa qo'shadi. Misol 2. Samarqandda istiqomat qiluvchi pensioner juftlik, ularning farzandlari ularga katta uy qurib bergan hovlisida katta favori ham bor. Ular juda ko'p suv iste'mol qilishadi. Garchi ular pensioner bo'lsa-da, ularning umumiy moliyaviy ahvoli va katta suv iste'moli ularni kam ta'minlanganlar qatoriga kiritmaydi. Shuning uchun ular suv to'lovlari bo'yicha kompensatsiyaga haqli emaslar. Chunki ularning iste'moli ehtiyojdan yuqori va farzandlarining moddiy yordami tufayli ularning daromad darajasi yuqori. Qattiq maishiy chiqindilarni olib ketish uchun to'lovlar, maishiy chiqindilarni olib ketish xizmati ham har oy to'lanishi shart bo'lgan majburiy to'lovdir. Bu to'lovlar shaharlar va tumanlarda belgilangan tariflar bo'yicha odatda bir kishiga to'g'ri keladigan miqdorda hisoblanadi. Garchi bu to'lovlar boshqa kommunal xizmatlarga nisbatan unchalik katta bo'lmasa-da, har bir so'm muhim bo'lgan pensionerlar uchun bu ham sezilarli xarajat bo'lishi mumkin. Bir oyda 20-30 ming so'm kichik tuyulishi mumkin, lekin pensiyadan yil davomida bu miqdor ancha yig'ilib qoladi. Kim xavotirlanishi kerak? Yuqorida sanab o'tilgan mezonlarga mos keladigan boshqa kam ta'minlangan pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar va moddiy yordamga muhtoj oilalar chiqindi to'lovlari uchun ham kompensatsiya olishlari mumkin. Bu to'lov odatda bir kishiga hisoblanishi sababli, ayniqsa yolg'iz pensionerlar uchun muhim. Chunki ular hech kim bilan hayotlanib bo'lisha olmaydilar. Kim xavotirlanishi shart emas. Moddiy jihatdan yaxshi ta'minlangan pensionerlar. Shuningdek, chiqindi to'lovlarini to'lashda qiyinchiliklarga duch kelmaydigan oilalar bu imtiyozga ehtimol haqli bo'lmaydilar. Masalan, katta uyda ko'p oila a'zosi bilan yashovchi va doimiy daromadga ega bo'lgan oilalar bu to'lovlarni osonlik bilan qoplay olishadi. Real hayotdan misollar. Misol 1. Namangan viloyatida yashovchi 7 yoshli boboqul ota. Uning pensiyasi kichik. Kasalliklari ham bor, doimiy dori-darmon oladi. U yolg'iz yashaydi va unga keladigan har bir kvitansiya muhim. Chiqindi uchun to'lov unga nisbatan kichik ko'rinsa ham, bu uning umumiy xarajatlariga qo'shimcha yuk bo'ladi. Boboqul ota ijtimoiy yordam markaziga murojaat qilib, chiqindi to'lovlari uchun to'liq kompensatsiya olish huquqini qo'lga kiritadi. Bu uning hayotini biroz yengillashtiradi. Chunki u endi o'sha kichik pulni dori-darmonga yoki oziq-ovqatga sarflashi mumkin. Misol Toshkent shahrining markazida yashovchi Muqaddam u ham pensioner, lekin uning farzandlari chet elda ishlaydi va unga har oy muntazam ravishda katta miqdorda pul jo'natadi. Muqaddam opa o'zi uchun kam ta'minlangan emas va barcha kvitansiyalarni osonlik bilan to'lay oladi. Shuning uchun u chiqindi to'lovlari bo'yicha kompensatsiyaga haqli bo'lmaydi, chunki uning daromadlari belgilangan eng kam me'yordan bir necha barobar yuqori. 5. Uy-joy kommunal xizmatlari ko'p qavatli uylarda yashovchilar uchun bu punkt asosan.
ko'p qavatli uylarda yashovchi pensionerlarga taalluqli. Ular nafaqat yuqorida sanab o'tilgan kommunal to'lovlarni, balki uy-joy mulkdorlari shirkatlari, uy mexi yoki boshqaruv kompaniyalari tomonidan ko'rsatiladigan qo'shimcha xizmatlar uchun ham pul to'lashadi. Bularga umumiy foydalanish joylarini ta'mirlash, tozalash, liftlarga xizmat ko'rsatish, tom yopish, uy atrofini obodonlashtirish, kirish yo'laklarini yo'ritish va boshqalar kiradi. Bu to'lovlar ham ba'zan sezilarli miqdorni tashkil etadi. Ayniqsa eski uylarda doimiy ta'mirlash ishlari talab etiladi. Kim xavotirlanishi kerak? Ko'p qavatli uylarda yashovchi, kam ta'minlangan yolg'iz pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar ushbu turdagi to'lovlar bo'yicha ham kompensatsiya olishlari mumkin. Ayniqsa uyi ta'mirga muhtoj bo'lgan va o'zlari ta'mirlashga qurbi yetmaydigan pensionerlar uchun bu juda muhim. Agar lift tez buzilsa yoki tom yomg'irda o'tib ketsa, bu xizmatlar ularning yashash sifatini belgilaydi. Kim xavotirlanishi shart emas. Yuqori daromadli, ko'p qavatli uylarda yashovchi pensionerlar, shuningdek, yangi uylardagi qimmatbaho kvartiralarda yashovchi va o'zlari uy-joy kommunal xizmatlarini to'lay oladigan fuqarolar odatda bu imtiyozga haqli emaslar. Chunki ularning moliyaviy ahvoli qo'shimcha yordamni talab qilmaydi. Real hayotdan misollar. Misol 1. Buxoroda yashovchi 72 yoshli Murod aka. U ikkinchi qavatdagi eskirgan 1960-yillarda qurilgan binoda yolg'iz yashaydi. Uning uyi uyimish tomonidan boshqariladi. Har oy uyning umumiy ta'miri, zinapoyalarni tozalash va boshqa xizmatlar uchun ertalabki 80 ming so'mdan 100 ming so'mgacha to'lov qiladi. Murod akaning pensiyasi kichik, ba'zida unga kommunal xizmatlar uchun to'lash qiyin bo'ladi. Chunki bu pulni dori-darmoniga sarflash kerak. U murojaat qilib, uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lovning bir qismi yoki to'liq kompensatsiyasini olishga muvaffaq bo'ladi. Bu unga kvartirasida yashash sharoitlarini yaxshilashga yordam beradi va u uyni boshqarish xizmatlaridan qo'rqmasdan foydalana oladi. Misol 2. Namangan shahrida yashovchi 65 yoshli Gulnora opa. U yangi qurilgan elita turar joy majmuasida istiqomat qiladi. Uning farzandlari uni to'liq ta'minlaydi va uning o'zi ham shaxsiy jamg'armalariga ega. Uning uy mashqqa to'laydigan to'lovlari boshqa pensiyalarnikidan yuqori bo'lsa-da, uning moliyaviy holati kompensatsiya olish uchun asos bo'la olmaydi. U bu to'lovlarni o'zining shaxsiy mablag'laridan bemalol qoplay oladi. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar. Qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozikliklar. Endi esa bu tizimning ba'zi nozik tomonlari haqida gaplashaylik. Ular haqida ko'pchilik bilmaydi, lekin bilish juda muhimdir. Chunki bular sizning murojaatingiz natijasiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bir daromad va oila tarkibi kompensatsiyaga haqli bo'lishning asosiy mezoni bu sizning oilangizning umumiy daromadi. Hukumat tomonidan belgilangan eng kam iste'mol xarajatlari miqdoridan past bo'lishingiz kerak. Ammo shuni unutmangki, bu nafaqat sizning pensiyangizni, balki siz bilan birga yashovchi barcha oila a'zolarining, ya'ni er yoki xotin, farzandlar, nabiralar va boshqa qarindoshlarning daromadlarini ham o'z ichiga oladi. Agar siz bilan birga ishlaydigan farzandlaringiz yoki nabiralaringiz yashasa, ularning daromadlari ham hisobga olinadi. Bu shuni anglatadiki, hattoki sizning pensiyangiz kam bo'lsa ham, agar oilaning umumiy daromadi belgilangan chegaradan oshib ketsa, siz kompensatsiyaga haqli bo'lmasligingiz mumkin. Bu ko'plab pensionerlar e'tibordan chetda qoldiradigan muhim jihatdir. Chunki ular faqat o'z pensiyalarini hisobga olishadi. Misol uchun, Mirjamol aka 70 yoshda, pensiyasi 1 million 300 ming so'm. Uning o'g'li va kelini u bilan birga yashaydi. Ular har oy birgalikda 5 million so'm daromad topishadi. Bu holda Mirjamol akaning oilasi kam ta'minlangan hisoblanmaydi. Chunki ularning bir kishi uchun daromadi me'yordan ancha yuqori bo'lib chiqadi. 2. Mulkning mavjudligi. Agar sizning mulkingizda bir nechta uy, kvartira, yozgi uy, yer uchastkasi yoki do'kon kabi qo'shimcha mol-mulk mavjud bo'lsa, bu ham kompensatsiya olishingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Davlat sizning umumiy moliyaviy ahvolingizni baholaganda nafaqat daromadingizni, balki mulkingizning qiymatini va undan foydalanish imkoniyatlarini ham hisobga oladi. Agar bu mol-mulkdan daromad olinmasa ham, uning mavjudligi sizning kam ta'minlanganlik statusingizga shubha tug'dirishi mumkin. Chunki bu mol-mulk sotilib yoki ijaraga berilib daromad keltirishi mumkin deb hisoblanadi. Masalan, Gulandim opa 72 yosh, pensiyasi o'rtacha. Uning 2 xonali kvartirasi bor, lekin u shahar tashqarisida kichik yozgi uychasiga ham ega.
garchi u yozgi uychani faqat dam olish uchun ishlatib, undan daromad olmasa ham, bu uning moliyaviy holatini yaxshi deb baholanishiga olib kelishi mumkin va ijtimoiy xizmatlar unga kompensatsiya bermasligi ehtimoli bor. O hujjatlarni to'plashdagi qiyinchiliklar. Kompensatsiya olish uchun sizdan bir qancha hujjatlar talab qilinadi. Bularga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma, mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Barcha ro'yxatga olinganlarni ko'rsatuvchi. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma faqat sizning emas, balki siz bilan yashovchi barcha oila a'zolarining ham ularning ish joyidan yoki pensiya jamg'armasidan uy-joy kadastr hujjatlari. Kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma va boshqalar kiradi. Bu jarayon keksa yoshdagi insonlar uchun murakkab bo'lishi mumkin, chunki u turli idoralarga borish, navbat kutish yoki hujjatlarni to'g'ri shaklda to'ldirishni talab qiladi. Ba'zan bir hujjatni olish uchun boshqa bir hujjat talab qilinadi. Shuning uchun bu jarayonda farzandlaringiz yoki yaqinlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Ularning yordami bilan jarayon ancha tez va oson o'tadi. 4. Murojaat qilish muddati va muddatli kompensatsiya. Kompensatsiya odatda siz murojaat qilgan oydan boshlab tayinlanadi. Ya'ni agar siz 3 oy davomida to'lovlarni to'lagan bo'lsangiz, ammo kompensatsiyaga haqli ekanligingizni bilmagan bo'lsangiz, o'tgan oylar uchun pulni qaytarib ola olmaysiz. Shuning uchun bu ma'lumotni bilishingiz bilanoq imkon qadar tezroq murojaat qilish juda muhim. Har bir o'tkazib yuborilgan oy sizning cho'ntagingizdan chiqib ketgan puldir. Bundan tashqari, kompensatsiya ko'pincha muayyan muddatga, masalan, 6 oy yoki 1 yilga tayinlanadi. Shundan so'ng sizning moliyaviy ahvolingiz qayta ko'rib chiqiladi va yangi arizaga ehtiyoj tug'ilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, siz bir marta murojaat qilib, umrbod kompensatsiya olishga umid qila olmaysiz. Jarayonni vaqti bilan takrorlab turishingiz kerak bo'ladi. Murojaat muddatini o'tkazib yubormaslik uchun kalendaringizga belgi qo'yib qo'ying. 5. Mahalliy hokimiyatlarning diskretsion huquqlari. Ayrim hollarda mahalliy hokimiyatlar yoki ijtimoiy himoya bo'limlari qonunlarda ko'rsatilgan umumiy qoidalardan tashqari o'zlarining imkoniyatlari va byudjetlari doirasida qo'shimcha yordam turlarini ham taklif qilishlari mumkin. Bu ijtimoiy adolat tamoyili asosida yuzaga keladi. Masalan, agar pensionerning moliyaviy ahvoli rasman kompensatsiya berish uchun belgilangan me'yorlardan biroz yuqori bo'lsa-da, ammo sog'lig'i og'ir bo'lsa, qimmat dori-darmonlarga muhtoj bo'lsa yoki favqulodda vaziyat, masalan, tabiiy ofat, uyining shikastlanishi yuz bergan bo'lsa, ularga maxsus qaror bilan bir martalik yoki davriy yordam berilishi mumkin. Bunday hollarda o'z holatingizni to'liq va samimiy tushuntirish juda muhimdir. Imkon bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlarni ham ilova qiling. 6. Qarzlar va penalti jarimalar. Agar siz kommunal xizmatlar uchun katta qarzdorlikka ega bo'lsangiz, bu ham kompensatsiya olish jarayonini murakkablashtirishi mumkin. Ko'pgina idoralar avval mavjud qarzdorlikni qoplashni talab qiladi, keyin esa kompensatsiyani tayinlaydi. Ba'zan maxsus holatlarda qarzni qoplash bo'yicha kelishuv tuzish yoki qarzdorlikni qisman o'chirish bo'yicha ham yordam berilishi mumkin. Lekin bu har doim ham yuz beravermaydi va har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun imkon qadar qarzdorlikni yig'maslikka harakat qiling, chunki qarz mavjudligi sizning mas'uliyatsiz ekanligingizni ko'rsatishi mumkin. Qonunchilikdagi o'zgarishlar. Ijtimoiy himoya sohasidagi qonunchilik doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Bugun amal qilayotgan qoidalar ertaga o'zgarishi mumkin. Shuningdek, kompensatsiya berish tartibi va mezonlari ham yangilanib boradi. Shuning uchun doimo yangiliklardan xabardor bo'lish va tegishli davlat idoralaridan eng so'nggi ma'lumotlarni so'rab turish muhimdir. Mening kanalim ham bu borada sizga yordam berishga intiladi. Shuning uchun obunani bekor qilmang va yangi videolarni kuzatib boring. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak? Endi esa barchamizni qiziqtirgan eng muhim qism, amaliy qadamlarga o'tamiz. Siz aynan nima qilishingiz kerak? Qayerga borish, qaysi hujjatlarni to'plash va nimalarni yozish kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Bu jarayonni bosqichma-bosqich amalga oshirsangiz, hech qanday qiyinchiliksiz maqsadingizga yetishingiz mumkin. Irqadam ma'lumot to'plash va o'z holatingizni baholash. Avvalo, sizning oilaviy daromadingiz va moliyaviy ahvolingizni real baholab chiqing. Siz bilan birga yashovchi barcha oila a'zolarining daromadlarini, pensiya, ish haqi, ijaradan keladigan daromadlar, qishloq xo'jaligidan keladigan daromadlar va hokazo
hisoblang. Sizning mulkingizda nimalar borligini eslang. Bularni qog'ozga yozib chiqing. Kimga murojaat qilish kerak? O'zingiz yashaydigan hududdagi mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligining tuman, shahar bo'limlariga, shuningdek ijtimoiy himoya milliy agentligining tuman, shahar bo'limlariga ilgari pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy ta'minot bo'limi deb nomlangan bo'lishi mumkin. Murojaat qiling. Bu idoralar sizning murojaatingizni qabul qiluvchi va dastlabki konsultatsiya beruvchi asosiy nuqtalar hisoblanadi. Ular sizga kompensatsiyaga haqli ekanligingizni aniqlashda yordam beradi. Shuningdek, kerakli hujjatlar ro'yxatini beradi. 2 qadam. Kerakli hujjatlarni tayyorlash. Hujjatlar to'lami juda muhim va ularning barchasi to'g'ri bo'lishi, nusxalari sifatli bo'lishi kerak. Mana sizga kerak bo'ladigan asosiy hujjatlar ro'yxati. Pasport nusxasi sizning va siz bilan yashovchi barcha voyaga yetgan oila a'zolarining. Pensiya guvohnomasi nusxasi agar mavjud bo'lsa, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Bunda siz bilan birga yashayotgan barcha shaxslar ism-sharifi, tug'ilgan sanasi va qarindoshlik darajasi ko'rsatilgan bo'lishi shart. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Sizning pensiyangiz miqdori haqida pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma. Ishlaydigan oila a'zolari uchun esa ish joyidan oylik daromadi ko'rsatilgan ma'lumotnoma. Agar ular ishsiz bo'lsalar. Bu haqda bandlikka ko'maklashish markazidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Uy-joy kadastr hujjatlar nusxasi, kadastr pasporti, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat. Uy kitobi nusxasi yoki doimiy yashash joyi haqida mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumot. Kommunal xizmatlar uchun to'lov kvitansiyalarning nusxalari oxirgi 3-6 oylik to'langan yoki to'lanmagani farqi yo'q. Bu sizning iste'molingizni ko'rsatadi. Kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma yoki mavjud bo'lsa, qarzni to'lash jadvali kelishuv nusxasi. Bank hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumot. Kompensatsiya puli o'tkazilishi uchun bankdan olingan ma'lumotnoma. Eslatma, ba'zi hollarda qo'shimcha hujjatlar, masalan, nogironlik guvohnomasi, tibbiy ma'lumotnomalar. Boquvchisini yo'qotganlik haqida hujjat. Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun daromad deklaratsiyasi va boshqalar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin aniq ro'yxatni tegishli idoradan so'rab oling. Barcha hujjatlar asliga mosligini tekshiring va ularning muddatini o'tkazib yubormang. 3 qadam. Arizani topshirish. Barcha hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng siz mahalliy ijtimoiy himoya bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qilasiz. Arizani shaxsan topshirish yoki vakil orqali topshirish mumkin. Ishonchnoma bilan. Arizada nimalar ko'rsatilishi kerak? Sizning to'liq FIO'ingiz, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz. Kompensatsiya olishni istaydigan kommunal xizmat turlari aniq ko'rsatilishi kerak. Masalan, gaz, elektr, suv chiqindi, uy-joy kommunal xizmatlari. Sizning kam ta'minlangan ekanligingizni asoslovchi qisqa izoh. Moliyaviy qiyinchiliklaringiz haqida ma'lumot. Sizning oilangizning umumiy moliyaviy ahvoli haqida qisqacha ma'lumot. Masalan, faqat pensiya daromadi bilan yashashingiz, sizning bank hisob raqamingiz. Ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati. Har bir hujjat nomi aniq ko'rsatilgan holda. Ariza sanasi va imzosi. Arizani 2 nusxada tayyorlashni unutmang. Bir nusxasini idora qabul qilishi kerak. Ikkinchi nusxasiga esa qabul qilinganligi haqida belgi. Shtamp va imzo. Shuningdek, qabul qilgan shaxsning FIO payki qo'ydirib o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning murojaatingiz dalili bo'ladi va kelajakda muammolar yuzaga kelsa, uni isbotlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. 4 qadam. Murojaatni ko'rib chiqish va qaror. Sizning arizangiz va hujjatlaringiz qabul qilingandan so'ng tegishli mutaxassislar tomonidan ko'rib chiqiladi. Ular sizning yashash sharoitingizni o'rganish, haqiqatdan ham kam ta'minlanganligingizni tekshirish uchun uyingizga tashrif buyurishlari ham mumkin. Bu odatiy jarayon, shuning uchun xavotir olmang. Ular shunchaki qoidaga muvofiq ishlaydilar. Ko'rib chiqish muddati odatda 15 kundan 30 kungacha davom etadi. Qaror sizga yozma shaklda ma'lum qilinadi. Bu xatda sizga kompensatsiya tayinlanganligi yoki rad etilganligi sabablari bilan birga ko'rsatiladi. Agar qaror ijobiy bo'lsa, sizga kompensatsiya tayinlanadi. Bu pul sizning bank hisobingizga o'tkazilishi mumkin yoki ba'zi hollarda kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning o'ziga to'g'ridan to'g'ri o'tkazilib, sizning kvitantsiyalaringizdan avtomatik ravishda ayirib tashlanishi mumkin. Qaysi usulda bo'lishini hujjatlarda ko'rsatiladi. Agar rad javobi olsangiz.
Rad javobi berilgan taqdirda sababini aniq tushuntirishlarini talab qiling. Sababni tushunganingizdan so'ng, agar bu kamchilikni bartaraf etish mumkin bo'lsa, masalan, qo'shimcha hujjat taqdim etish, uni tuzatib qayta murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz rad javobini asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, viloyat ijtimoiy himoya bo'limiga, Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakiliga, ombudsman yoki sudga shikoyat qilish huquqingiz bor. Odatda rad javobida shikoyat qilish tartibi ham ko'rsatiladi. Xulosa va yakuniy chorlovmani aziz do'stlar. Bugun siz bilan pensionerlar uchun eng muhim moliyaviy yordam usullaridan birini kommunal to'lovlar bo'yicha 100 so'mgacha kompensatsiya olish imkoniyatini batafsil ko'rib chiqdik. Esingizda bo'lsin. Bu sizning haqqingiz va davlat tomonidan taqdim etilgan imkoniyatdir. Ko'pgina keksa yoshdagi insonlar bu imkoniyat haqida bilmaydi yoki bürokratik jarayonlardan qo'rqadi. Ammo ko'rganingizdek, tartib tushunarli va amalga oshirish mumkin. Bir oz sabr va diqqat bilan barcha qadamlarni bajarsangiz, albatta ijobiy natijaga erishasiz. Bu video sizga foydali bo'lganiga umid qilaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldirishdan tortinmang. Kim biladi, balki sizning tajribangiz boshqa birovga yordam berar yoki sizning savolingiz ko'pchilikni qiziqtirayotgan bo'lishi mumkin. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Ayniqsa keksa yoshdagi qarindoshlaringiz bilan. Har bir like va obuna bizning kanalimizga yordam beradi va men kabi ekspertlarga sizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlar yetkazishga ilhom beradi. Sog' bo'ling, omadingizni bersin.